Assalomu alaykum qadrli futbol ahli, O'zbekiston ahli. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib olamiz. Shu hozir Buxoro ishtirokida do'stlar. Bobur Arena stadioni vaqt bo'ldi. Hushtak chalindi. Boshlar ekansizlar. Zarba yo'llanadi. Dragon kutyapti, qarang. Ular son 4ligi hozir zarba yo'llashga hozir va nozir bo'lib turishgan edi. Va hisob ochilyapti va o'sha legionerlar hal qilishmoqda. Do'stlar, Nemanya Chalasan uyga vazifa, chunki to'p ancha olisga uzatib berildi. Uzoqlarga tepib berildi va voy juda zo'r o'ynadi Ashorda va hozir o'zi boradi, zarba yo'llaydi va gol kiritiladi. Boyaki kiritdi to'pni. Haqqi rost Immeda Ashortaniki. Bundan oldingisi hal qiluvchi edi. Zarba aralash pas bo'ldi. Boyaki esa Samvel Babayan boshchiligidagi Andijon 2-0 hisobida g'olib kelmoqda. Ikkinchi bo'lim juda ham qiziq bo'ladi, sababi Chernogoriyalik futbolchi xato ketdi. Mana shu joyda hozir hisob o'zgarishi mumkin va Dragon 3-0 Andijon yo'q joydan hozir gol topa oldi. Oxirigacha bordi. Pas Po'latxo'ja Xoldarxonov hozirgina Andijon. Qo'sh. Mana bu nuqtadan zarba ko'ramizmi? Ko'ramiz. To'pning yo'nalishi o'zgarib ketdi. Penalti ham so'rashyaptimi, nimadirlar bo'lyapti. Yo'q, ichkarida emas ekan. Qo'l bilan o'ynalgan edi. Juda xavfli nuqtadan zarba yo'llanadi. Tepadigan yigitlar ko'p. Bu Andijonda xo'sh, Andijonning navbatdagi hujumi va super gol do'stlar. Bu oqshomning bezagi bo'lib beryapti bu zarba va Messiga o'xshab nishonlayapti. To'p pas beriladi deb o'ylashgan edi, yo'q, chapiga to'g'riladi va darvozabon paytda ishlatgan edik. Buni Po'latxo'ja bajarib berdi. Yana Mo'lichga to'p o'tmadi. Golni to'xtatdi hakam va to'xtatib to'g'ri qildi deb o'ylayman. Sog'diyona futbolchilarining barchasi oldinda edi. Barchasi Samvel Babayan boshchiligidagi yangi Andijon klubi. Ular ham, hujumlar ham, o'yindagi sifat ham yuqori futbolchi ekani bilindi. Andijonlik futbol ishqibozlarini tabriklaymiz. Kamina Xayrullo Hamidov xizmatingizda bo'ldim. Ko'rishguncha salomat bo'ling. Eshiting Nodirning gaplarini.